Sergeli yarmarkada 2-kvartalda shunday yoni, yarmarkadagi kartinka shuning orqasida mana 6 xona 147 kvadrat skvozniy planirovkali esda baquvvat qurilgan 9 etajli domning 9-etajida 1 metr kvadratiga $544 aylanyapti. Ya'ni $79,900 ga obzor qilib beramiz, to'liq obzor qilib beramiz. Uy stadion bo'lyapti. Bu asosan anaqada uchuvchilar uchun qurilgan dom hisoblanadi, spes plan dom. Mana bu yerda 10 qo'lda oshxonasi, tapchanlari ham bor ekan. To'g'rida birinchi hojatxonasi, chap qo'lda navbatdagi 3-xonasi. Balkonlari bor. Skvozniy, ya'ni shamol aylanishi yaxshi. Bunda bez remont holatida, lekin ko'p joylarda endi bir yengilroq remont qilsa ham bo'ladi, lekin o'zlaringiz sharoitlaringizga qaraysiz. Atak uborka qilib mana bu 5-xonasi, bu yerda ham balkoni bor. Mana shaharda ko'rishlaringiz mumkin. Ko'p joy ishlamay qolibdi. To'g'ri tushunasizlar. Mana bu yerda chap qo'lda hokimiyat, mana yerda yarmarka, mana yangi qurilayotgan masjid, Turon metrosi eng yaqin metro hisoblanadi. Mana xo'p, bu yerda beshinchi xonasi. Endi ko'p bolalilar yoki viloyatdan ko'p mehmon keladiganlar, kelin tushiradiganlar yoki mana bolalar, qizlarga alohida, bolalarga alohida yashaydi. Xulosa o'zbeklarga ko'p xona kerak, mana shu juda mos keladi. Kvadrati $540. Bu 6-xonasi. Narxi $79,900. Ustida ozgina o'tib beriladi, ko'p o'tilmaydi. Ipoteka kreditlarga berilmaydi, faqat naqdga qilinadi. To'g'ri borasiz, notariusga pulni sanaysiz, nomingizga o'tkazadi, kalitsiz olib, sraz ko'chib kirib yashayverasizlar. Tepa 9-etaj jek tomonidan izolyatsiya qilingan, suv o'tmaydi deyishdi egalari. Ya'ni o'zlaringizga bir tekshirib olasizlar. Mana bahorda yomg'ir juda ko'p yoqqanda ham o'tmagan ekan. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Mana Sergeli Ro'dining shunda yonida Sergeli 2-kvartal bor. Mana 4 va 5-metro bekatining o'rtasida. Metro ham yaqin. Yonimizda mana korzinka bor. Pastdan nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.